Bugun men sizga juda muhim masalani oddiy, tushunarli va huquqiy nuqtai nazardan tushuntirib beraman. Gap 1222 qonun, unga qarshi yoki uni qayta ko'rib chiqish bo'yicha petitsiya hamda ajbiy yoshgacha safarbarlik masalasi haqida ketmoqda. Bu mavzu faqat harbiy xizmatga aloqador odamlargagina emas, balki har bir oilaga, har bir ota-onaga, har bir ishlayotgan erkakka, tadbirkorga, talaba bo'lgan farzandning ota-onasiga, sog'lig'ida muammosi bor fuqaroga ham tegishli bo'lishi mumkin. Agar siz bu menga aloqasi yo'q deb o'ylayotgan bo'lsangiz, men sizdan iltimos qilaman. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki ko'pincha odamlar qonun kuchga kirgandan keyin, chaqiruv qog'ozi kelgandan keyin yoki ish joyida, mahallada, harbiy bo'limda savol tug'ilgandan keyin hujjat izlashni boshlaydi. Lekin unda vaqt kam bo'ladi. Shuning uchun hozir bilib olish kerak. Kanalga hoziroq obuna bo'ling. Videoga like bosing. Chunki bu ma'lumotni imkon qadar ko'proq odam ko'rishi kerak. Men avvalo vaziyatni tartib bilan tushuntiraman. Bunday qonunlar yoki qonun loyihalari odatda safarbarlik yoshi, harbiy ro'yxat, zaxiradagi fuqarolar, tibbiy komissiya, kechiktirish huquqi, oilaviy holat, nogironlik, vasiylik, ta'lim va ish joyi kabi masalalarga ta'sir qiladi. Odamlarni eng ko'p xavotirga solayotgan jihat shuki, agar yosh chegarasi 75 yoshgacha kengaytirilsa yoki amalda shunday tartib qo'llansa, ilgari o'zini safarbarlik xavfi doirasidan tashqarida deb bilgan ko'plab fuqarolar endi qayta hisobga olinishi, tekshiruvdan o'tishi yoki harbiy bo'limga chaqirilishi mumkin. Oldin ko'pchilikning tushunchasi oddiy edi. Yosh o'tgan sari harbiy majburiyat ham kamayadi, oilasi bor, ishi bor, sog'lig'i avvalgidek emas, demak uni bezovta qilishmaydi. Lekin qonun o'zgarsa, bu tasavvur har doim ham to'g'ri bo'lib qolmaydi. Chunki davlat safarbarlik tizimini kengaytirganda birinchi navbatda zaxirada turgan fuqarolarni, ma'lum mutaxassislikka ega bo'lganlarni, harbiy hisobda bor odamlarni, tibbiy jihatdan yaroqli deb topilganlarni tekshiradi. Bu yerda eng muhim narsa shuki, safarbarlik degani hammani bir kunda olib ketish degani emas, lekin safarbarlik yoshining kengayishi. Hujjatlarni yangilash, harbiy ro'yxatga olish, tibbiy komissiyadan o'tkazish, ma'lumotlarni aniqlashtirish, ayrim toifadagi fuqarolarga majburiyat yuklash kabi oqibatlarga olib kelishi mumkin. Odamlar aynan shundan xavotirda. Kim chaqiriladi, kim chaqirilmaydi, kimda kechiktirish bor, kimda imtiyoz bor, kim hujjat ko'rsatmasa muammoga duch keladi. Shuning uchun men bu mavzuni shov-shuv emas, amaliy huquqiy masala sifatida ko'rib chiqaman. Petitsiya ham aynan shu yerda ahamiyatli bo'ladi. Agar fuqarolar qonunning ayrim bandlari adolatsiz, noaniq yoki oilalarga og'ir ta'sir qiladi deb hisoblasa, petitsiya orqali o'z pozitsiyasini qonuniy tartibda bildirishi mumkin. Petitsiya bu tartibsizlik emas, bu davlatga rasmiy murojaat qilish usuli. Muhimi, har bir odam nimaga imzo qo'yayotganini tushunib imzo qo'yishi kerak. Men hozir eng muhim savolga o'taman. Kimlar bu masala jiddiy qarashi kerak? Birinchi navbatda 12 yoshdan 25 yoshgacha bo'lgan, harbiy ro'yxatda turgan, oldin xizmat qilgan yoki zaxirada bo'lgan fuqarolar. Agar sizda harbiy bilet bor bo'lsa, agar siz oldin harbiy xizmatni o'tagan bo'lsangiz, agar siz ma'lum harbiy mutaxassislikka ega bo'lsangiz, sizning ma'lumotlaringiz davlat bazasida bo'lishi ehtimoli yuqori. Masalan, 48 yoshli erkakni olaylik. U 25 yil oldin xizmat qilgan. Hozir 2 farzandning otasi kredit to'laydi. Kichik korxonada ishlaydi. U men allaqachon yoshi katta odamman deb o'ylashi mumkin. Lekin agar qonun 55 yoshgacha bo'lgan zaxiradagi fuqarolarni qamrab olsa, uning harbiy bileti, sog'lig'i, oilaviy holati, ish joyi qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Bu uni albatta olib ketishadi degani emas, lekin u hujjatlarni tartibga solishi kerak degani. Ikkinchi misol 35 yoshli IT mutaxassis. U armiyada xizmat qilmagan, lekin harbiy kafedrada o'qigan yoki ro'yxatda turadi. U men jangovar sohada emasman deyishi mumkin. Lekin zamonaviy safarbarlik faqat frontdagi askar haqida emas. Aloqa, texnika, transport, logistika, tibbiyot, muhandislik, kiberxavfsizlik kabi yo'nalishlar ham muhim bo'lishi mumkin. Demak, mutaxassislik ham rol o'ynaydi. Uchinchi misol 52 yoshli haydovchi. U yuk mashinasini boshqaradi, katta tajribaga ega. Safarbarlik tizimida haydovchilar, mexaniklar, texniklar, aloqa xodimlari, tibbiyot xodimlari alohida e'tiborda bo'lishi mumkin. Chunki harbiy tizim faqat qurol ko'targan odamdan iborat emas, butun ta'minot tizimi ham kerak bo'ladi. Shuning uchun men harbiy emasman degan fikr har doim ham himoya bo'la olmaydi. 4-misol. 40 yoshli ota 3 nafar farzandi bor.
bu odamni kechiktirish yoki ozod qilish uchun asos bo'lishi mumkin. Lekin faqat mening bolalarim bor deyishning o'zi yetarli emas. Hujjat kerak bo'ladi. Tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh guvohnomasi, farzandlar qaramog'ini tasdiqlovchi hujjatlar. Agar nogiron farzand bo'lsa, tibbiy xulosa. Agar yolg'iz ota bo'lsa, sud yoki vasiylik hujjatlari. Amalda ko'p odam aynan hujjat yo'qligi sababli qiynaladi. 5-misol, sog'lig'ida muammo bor fuqaro. Masalan, bel churrasi, yurak kasalligi, yuqori qon bosimi, ko'rish muammosi, jarrohlik amaliyoti o'tkazganlik, surunkali kasallik. Odam meni baribir yaroqsiz deyishadi deb o'ylaydi. Lekin tibbiy komissiya faqat og'zaki gapga emas, rasmiy tibbiy hujjatlarga qaraydi. Agar sizda tashxis bor, lekin u poliklinika bazasida to'liq qayd etilmagan bo'lsa, MRT, rentgen, kardiogramma, shifokor xulosalari yo'q bo'lsa, komissiyada muammo bo'lishi mumkin. Men bu yerda umuman xavotir olmang demayman. Chunki har bir holat alohida ko'riladi. Lekin ayrim toifalar odatda kuchliroq huquqiy himoyaga ega bo'ladi. Masalan, rasmiy nogironligi bor shaxslar, doimiy parvarishga muhtoj yaqin qarindoshga qarayotgan fuqarolar, muayyan miqdordagi voyaga yetmagan farzandlari bor ota-onalar, kunduzgi ta'limda o'qiyotgan talabalar, strategik muhim sohalarda bron qilingan xodimlar, tibbiy jihatdan yaroqsiz deb topilganlar. Lekin muammo shundaki, odamlar men shu toifaga kiraman deb o'ylaydi. Ammo buni isbotlovchi hujjati tayyor bo'lmaydi. Masalan, onasi og'ir kasal bo'lgan fuqaro bor. U onasiga qaraydi, dorisini olib beradi, kasalxonaga olib boradi. Lekin onasining doimiy parvarishga muhtojligi haqida rasmiy tibbiy xulosa yo'q. Yoki vasiylik rasmiylashtirilmagan. Natijada u men onamni tashlab ketolmayman desa ham, tizim buni hujjatsiz ko'rmaydi. Yana bir holat. Odamning 3 farzandi bor. Lekin ulardan biri boshqa nikohdan, hujjatlarda aliment, qaramog'ida ekanini tasdiqlovchi ma'lumotlar tartibsiz. Bunday vaziyatda harbiy bo'lim yoki boshqa organlar faktni aniq ko'rish uchun hujjatlar to'liq bo'lishi kerak. Shuning uchun men doimo aytaman, huquq og'zaki himoya qilinmaydi. Huquq hujjat bilan himoya qilinadi. Endi eng ko'p e'tibordan chetda qoladigan nuqtalarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, chaqiruv qog'ozi kelishi avtomatik ravishda safarbar qilindi degani emas. Ba'zan odamlar harbiy bo'limga faqat ma'lumotlarni yangilash, tibbiy ko'rikdan o'tish yoki ro'yxatni aniqlashtirish uchun chaqiriladi. Lekin bu jarayonga beparvo qarash ham noto'g'ri. Chunki aynan shu bosqichda sizning hujjatlaringiz, sog'lig'ingiz, oilaviy holatingiz qayd etiladi. Ikkinchi nozik jihat, tibbiy yaroqlilik darajalari farq qiladi. Bir kasallik odamni to'liq yaroqsiz qilishi mumkin. Boshqa kasallik esa cheklangan yaroqlilik beradi. Masalan, qon bosimi ba'zan oddiy nazorat ostidagi holatda baholanadi. Ba'zan esa xavfli yurak-qon tomir kasalligi belgisi bo'lishi mumkin. Farqni shifokor xulosasi, tekshiruv natijalari, kasallik tarixi belgilaydi. Uchinchi nozik jihat, ish joyi hamma vaqt himoya bermaydi. Ayrimlar men zavodda ishlayman, men davlat tashkilotidaman, men shifokorman, men energetika sohasidaman deb o'ylaydi. Lekin bron qilish yoki kechiktirish aniq tartibda rasmiylashtirilgan bo'lishi kerak. Ish beruvchi ro'yxat topshirganmi? Sizning lavozimingiz haqiqatan muhim xodimlar ro'yxatiga kiritilganmi? Bu qaror tasdiqlanganmi? Muddati tugamaganmi? Mana shu savollar muhim. 4-nozik jihat, chet elda bo'lish masalasi. Ba'zi fuqarolar chet elda ishlaydi yoki vaqtincha yashaydi. Ular men mamlakatda emasman, demak menga tegmaydi deyishi mumkin. Lekin harbiy hisob, konsullik ro'yxati, pasport, qaytish, chegaradan o'tish, rasmiy xabarlar kabi masalalar alohida tartibga ega bo'lishi mumkin. Shuning uchun chet elda bo'lgan odam ham o'z huquqiy holatini aniqlashtirish kerak. 5-nozik jihat, jarima va javobgarlik masalasi. Men hech kimga qonundan qochishni maslahat bermayman. Bu noto'g'ri va xavfli. To'g'ri yo'l hujjatlarni tayyorlash, chaqiruvni qonuniy tekshirish, o'z huquqingizni yozma tarzda bildirish. Kerak bo'lsa, advokat yoki huquqshunosga murojaat qilish. Harbiy bo'limga bormaslik, yashirinish, yolg'on ma'lumot berish, soxta tibbiy hujjat tayyorlash keyinchalik juda jiddiy muammoga aylanishi mumkin. Endi petitsiya haqida. Petitsiya bu fuqarolarning rasmiy pozitsiyasi. Agar odamlar 2022 qonunining ayrim bandlarini aniq deb hisoblasa, masalan 75 yoshgacha bo'lgan fuqarolarni qamrab olish oilaviy va iqtisodiy zarba beradi desa, ular buni tartibli qonuniy, madaniyatli shaklda bildirishlari kerak. Men ekspert sifatida aytaman, huquqiy davlatda eng kuchli usullardan biri rasmiy murojaat, jamoaviy fikr deputatlarga, mas'ul organlarga aniq savollar berishdir. Petitsiyada faqat hissiyot emas, aniq talab bo'lishi kerak.
Masalan, yosh chegarasini qayta ko'rib chiqish, ko'p farzandli otalar uchun aniq istisno kiritish, sog'lig'i bo'yicha komissiyani shaffof qilish, tibbiy xulosaga e'tiroz berish tartibini osonlashtirish, ish joyi bronlari bo'yicha ochiq mezon belgilash, chaqiruv qog'ozlarini topshirish tartibini aniq yozish, fuqarolarga hujjat tayyorlash uchun yetarli muddat berish. Petitsiya imzolashdan oldin men har bir tomoshabinga shuni maslahat beraman. Matnni o'qing. Nimaga imzo qo'yayotganingizni biling. Shaxsiy ma'lumotlaringiz qayerga kiritilayotganini tekshiring. Rasmiy yoki ishonchli platformadan foydalaning. Soxta havolalarga kirmang. Telegramda kelgan noma'lum link orqali pasport ma'lumotlarini, bank kartangizni, shaxsiy identifikatsiya raqamingizni kiritmang. Chunki shov-shuvli mavzularda firibgarlar ham faollashadi. Endi eng kerakli qism, bugun nima qilish kerak? Men sizga tartib bilan aytaman. Birinchi qadam, o'z huquqiy holatingizni aniqlang. Yoshingiz nechida? Harbiy biletingiz bormi? Oldin xizmat qilganmisiz? Zaxirada turasizmi? Mutaxassisligingiz nima? Sog'lig'ingizda qanday muammolar bor? Oilaviy holatingiz qanday? Bularni yozib chiqing. Oddiy qog'ozga yozing. Yosh, ish joyi, farzandlar soni, tibbiy tashxislar, harbiy hujjatlar. Ikkinchi qadam, hujjatlarni yig'ing. Harbiy bilet yoki ro'yxatga olish guvohnomasi, pasport yoki ID karta, nikoh guvohnomasi, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, ish joyidan ma'lumotnoma, o'qish joyidan ma'lumotnoma, tibbiy kartadan ko'chirma, tekshiruv natijalari, nogironlik hujjatlari, vasiylik yoki parvarish bo'yicha hujjatlar. Hamma narsani bitta papkaga soling. Raqamli nusxasini ham saqlang. Uchinchi qadam, sog'liq bo'yicha oldindan tayyorlaning. Agar sizda bel, yurak qon bosimi, ko'z eshitish, oshqozon, buyrak, asab tizimi yoki boshqa surunkali muammo bo'lsa, shifokorga boring va rasmiy tekshiruvdan o'ting. Menda og'riq bor degan gap yetarli emas. Sizda tashxis sana shifokor imzosi, mux tahlil natijasi bo'lishi kerak. Agar MRT kerak bo'lsa, MRT. Agar kardiolog xulosasi kerak bo'lsa, kardiolog. Agar doimiy dori ichsangiz, bu ham qayd etilsin. 4-qadam, ish beruvchi bilan gaplashing. Agar siz muhim sohada ishlasangiz, masalan tibbiyot, energetika, transport, aloqa, kommunal xizmat, oziq-ovqat ta'minoti, ishlab chiqarish yoki davlat xizmatida bo'lsangiz, ish joyingizdan bron yoki kechiktirish masalasi bor yo'qligini so'rang. Og'zaki siz kerakli xodimsiz degan gap yetmaydi. Rasmiy buyruq, ro'yxat ma'lumotnoma, tasdiq kerak. 5-qadam, agar chaqiruv qog'ozi kelsa, uni e'tiborsiz qoldirmang. Avvalo hujjatni tekshiring. Kim bergan? Sana qachon? Qayerga borish kerak? Nima maqsadda chaqirilgan? Imzo va muhr bormi? Keyin hujjatlaringiz bilan boring. Agar sizda kechiktirish yoki ozod bo'lish uchun asos bo'lsa, uni yozma tarzda taqdim eting. Faqat og'zaki tushuntirish bilan cheklanib qolmang. Ariza yozing. Nusxasiga qabul qilinganligi haqida belgi oldiring. 6-qadam, petitsiya bo'yicha pozitsiyangizni bildiring. Agar siz 1222 qonunning ayrim bandlariga rozi bo'lmasangiz yoki uni qayta ko'rib chiqish kerak deb hisoblasangiz, petitsiyani qonuniy platformada imzolang. Lekin avval matnni to'liq o'qing. Agar petitsiyada aniq talablar bo'lmasa, hammasiga qarshimiz degan umumiy gap bo'lsa, bunday murojaatning ta'siri kamroq bo'ladi. Eng kuchli petitsiya, aniq huquqiy dalillarga tayangan petitsiya. 7-qadam, deputat yoki mas'ul organga savol yuboring. Savol juda oddiy bo'lishi mumkin. 75 yoshgacha bo'lgan fuqarolar qaysi mezon asosida chaqiriladi? Ko'p farzandli otalar uchun qanday kafolat bor? Tibbiy komissiya xulosasiga qanday tartibda e'tiroz bildiriladi? Ish joyi bo'yicha bron qilingan xodimni chaqirish mumkinmi? Chaqiruv qog'ozi qanday tartibda topshirilishi shart? Mana shunday savollar tizimni aniqlik kiritishga majbur qiladi. 8-qadam, vahimaga berilmang. Lekin beparvo ham bo'lmang. Vahma odamni xato qadamga olib boradi. Beparvolik esa huquqni yo'qotadi. To'g'ri yo'l o'rtada faktlarni tekshirish, rasmiy manbani o'qish, hujjat tayyorlash, kerak bo'lsa huquqshunosdan maslahat olish. Oilangiz bilan vaziyatni muhokama qilish. Men yana bir nechta hayotiy vaziyatni tushuntirib beraman. Masalan, evrim yoshli erkak bor. U 2 marta operatsiya bo'lgan, lekin hujjatlari eski. U komissiyaga borganda shifokor undan so'nggi tekshiruvlarni so'rashi mumkin. Agar oxirgi hujjat 8 yil oldingi bo'lsa, u yetarli bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun u hozirdan poliklinikaga borib, kasallik tarixini yangilashi kerak. Bu o'zini himoya qilishning qonuniy yo'li. Yana bir vaziyat. O'ttim yoshli yigit kunduzgi ta'limda o'qiydi, lekin o'qish joyidan ma'lumotnoma olmagan. Harbiy bo'limga borganda men talabaman deydi.
lekin tizimda ma'lumot ko'rmasligi yoki yangilanmagan bo'lishi mumkin. Shuning uchun o'qish joyidan rasmiy ma'lumotnoma olish kerak. Unda o'qish shakli, kursi muddati, muassasa rekvizitlari aniq yozilgan bo'lishi lozim. Yana bir misol. Tadbirkor odam bor. U 10 nafar ishchiga ish beradi. Agar uni chaqirishsa, biznes to'xtashi, ishchilar maosh ola olmasligi mumkin. Lekin men tadbirkorman degan gap o'z-o'zidan istisno bo'lmasligi mumkin. U soliq hujjatlari. Ishchilar ro'yxati, shartnomalar, korxonaning ahamiyati bo'yicha rasmiy asoslarni tayyorlash kerak. Ayrim holatlarda iqtisodiy zararni ko'rsatadigan hujjatlar ham muhim bo'ladi. Yana bir holat yagona boquvchi. Oila daromadi faqat bitta odamga bog'liq. Uyda ishlamaydigan turmush o'rtoq, voyaga yetmagan bolalar, keksa ota-ona bor. Bu holat insoniy jihatdan tushunarli, lekin huquqiy jihatdan isbot talab qiladi. Daromad ma'lumotnomasi, oila tarkibi, ota-onaning pensiya yoki nogironlik hujjatlari, farzandlarning guvohnomalari, kommunal yoki yashash manzili bo'yicha ma'lumotlar kerak bo'lishi mumkin. Men ko'p uchraydigan xatolarni ham aytib o'taman. Birinchi xato: faqat ijtimoiy tarmoqlardagi xabarlarga ishonish. Har bir post, har bir ovozli xabar, har bir skrinshot rasmiy manba emas. Qonun matnini, rasmiy organ bayonotini, deputatlar izoni, hukumat qarorlarini tekshirish kerak. Ikkinchi xato: hujjatlarni oxirgi kunga qoldirish. Chaqiruv qog'oz kelgandan keyin shifokor izlash, ma'lumotnoma olish, ish joyidan hujjat so'rash juda qiyin bo'ladi. Navbat bo'ladi, vaqt yetmaydi, ayrim tekshiruvlar bir kunda bitmaydi. Shuning uchun hozirdan tayyorlanish eng oqilona yo'l. Uchinchi xato: qo'pol muomala qilish. Harbiy bo'limda, poliklinikada, ish joyida hissiyotga berilib janjal qilish foyda bermaydi. Siz xotirjam yozma. Hujjat bilan gapirishingiz kerak. Men roziman yoki men noroziman degan gapdan ko'ra, mana mening arizam, mana hujjatlarim, iltimos qabul qiling va yozma javob bering degan yondashuv kuchliroq. To'rtinchi xato: soxta hujjatga ishonish. Ba'zi odamlar tanish orqali spravka olib beraman, yaroqsiz qilib qo'yaman degan gaplarga aldanishi mumkin. Bu juda xavfli. Soxta hujjat fosh bo'lsa, muammo bir necha barobar kattalashadi. Qonuniy himoya bor ekan, noqonuniy yo'lga kirish kerak emas. 5-xato: petitsiyani o'qimasdan imzolash. Men fuqarolik pozitsiyasini qo'llab-quvvatlayman, lekin ongli pozitsiya bo'lishi kerak. Agar petitsiya 25 yoshgacha safarbarlikka qarshi bo'lsa, u nimani taklif qilyapti? Yosh chegarasini pasaytirishnimi, istisnolarni kengaytirishnimi, tibbiy komissiyani shaffof qilishnimi, oilaviy holatni himoya qilishnimi? Mana shularni tushunib imzo qo'yish kerak. Men ekspert sifatida bitta prinsipni to'g'ri deb bilaman. Davlat xavfsizligi muhim, lekin fuqarolarning huquqi, oilalarning barqarorligi, sog'liq, iqtisodiyot va adolatli mezonlar ham xuddi shunday muhim. Agar qonunda yosh chegarasi kengaytirilsa, unda istisnolar juda aniq bo'lishi shart. Kim chaqiriladi, kim chaqirilmaydi, qanday tibbiy mezon bor, kimga kechiktirish beriladi, kim bron qilinadi, e'tiroz tartibi qanday, bularning hammasi odam tushunadigan tilda yozilishi kerak. Noaniqlik odamlarni qo'rqitadi, aniqlik esa tartib yaratadi. Shuning uchun petitsiya ham, jamoatchilik muhokamasi ham, savollar ham zarur. Fuqarolar qonunni tushunmasa, ishonch kamayadi. Fuqarolar o'z huquqini bilsa, jarayon ham tinchroq, tartibliroq kechadi. Men tomoshabinlarga shuni aytaman. Sizning vazifangiz vahima tarqatish emas. O'zingizni va oilangizni huquqiy jihatdan tayyorlash. Agar qonun sizga ta'sir qilishi mumkin bo'lsa, bugun hujjatlaringizni tartibga soling. Agar qonun sizningcha adolatsiz bo'lsa, petitsiyani qonuniy tartibda imzolang. Fikringizni yozing, savol bering, muhokamada ishtirok eting. Jim turish ko'pincha eng zaif pozitsiya bo'ladi. Xulosa qilib aytaman, 2002 qonun va 55 yoshgacha safarbarlik masalasi oddiy mavzu emas. Bu oilaga, ishga, sog'liqqa, iqtisodiy ahvolga va fuqarolik huquqlariga tegadigan masala. Har bir inson o'z toifasini bilishi, hujjatlarini tayyorlashi, tibbiy holatini rasmiylashtirishi, ish joyi va oilaviy asoslarini hujjat bilan tasdiqlashi kerak. Agar siz petitsiya mazmuniga qo'shilsangiz, uni qonuniy va ishonchli manba orqali imzolang. Agar savollaringiz bo'lsa, rasmiy organlarga yozma murojaat qiling. Agar vaziyatingiz murakkab bo'lsa, huquqshunos bilan maslahat qiling. Eng muhimi, og'zaki gapga emas, rasmiy hujjatga tayangan holda harakat qiling. Kommentariyada yozing. Sizningcha 25 yoshgacha safarbarlik adolatlimi yoki bu band qayta ko'rib chiqilishi kerakmi? Qaysi toifalar albatta himoya qilinishi kerak deb o'ylaysiz? Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni yaqinlaringizga yuboring. Chunki bugun bilgan odam ertaga
o'z huquqini ancha kuchliroq himoya qiladi.